eng cho'ng shahri Shanxayda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar tez sur'atda ko'payganligi uchun karantina qarori e'lon qilindi. E'lonlanishicha, bu Shanxayning Pudong rayonidan boshlab bo'lib karantin qilindi. Hozirgacha bu shaharda qisman karantinaga yo'l qo'yilib kelgan. Kremlin sarayının bayonotchisi Dmitry Peskov Moskvada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Rossiyaning energiya bahosini rubli orqali hisoblash plani haqida to'xtaldi. Peskov, agar G'arb gaz pulini rubli orqali to'lashni rad qilsa, biz ularni haqsiz gaz bilan ta'minlay olmaymiz dedi. İsrail, Misr, Arab Birleşme Xalifaligi, Marokash va Bahraynning tashqi ishlar ministrlari İsrailda bir yerga jam bo'ldi. İsrailda ziyoratda bo'layotgan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken yig'inga qatnashdi. Yig'inda Eron yadro kelishimi, Rossiya-Ukraina urushi, Falastin masalasi va Arab davlatlari bilan Isroil munosabati qatorliq masalalar muzokara qilindi. Arab Birleşme Xalifaligi, Bahrayn va Marokash 2020-yili Isroil bilan normallashtirish kelishimi imzolagan edi. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov G'arb davlatlari o'zlariga embargo yurgizayotgan bir mezgilda Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining tarixdagi eng kuchli saviyada ekanligini aytdi. Xitoy doiralari hozirgacha Rossiyaga qarshi embargolarga qatnashmadi. Rossiyaning harakatini ishg'ol deb atashni rad qildi. Shimoliy Koreya Markaziy xabar agentligining xabar qilishicha, Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un 24-martda qo'yib berilgan Xitoylararo boshqarilgan bombani tadqiq qilishga qatnashgan fan-texnika xodimlari qatnashgan bir yig'inda so'z qildi. Kim davlatiga qarshi tahdidlarga taqobil turish uchun mudofaa iqtidorini texnik kuchaytirganligini aytdi. Bulgariya bosh ministrining taklifiga binoan Shimoliy Makedoniya, Ruminiya va Montenegro davlatlarining bosh ministrlari poytaxt Sofiyada uchrashdi. To'rt davlatning hukumat rahbarlari bexatarlik, energiya, iqtisod, savdo va Ukraina urushi qatorliq masalalarni muzokara qildi. İstanbulda faoliyat elib berayotgan Sharqiy Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyati Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchiligi sarlavhalik yangi doklatining turkcha nusxasini e'lon qildi. Mazkur doklat 4 bo'limdan tarkib topgan bo'lib, doklatning beshida Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzidan ilgari umumiy vaziyati, Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilish tarixi, ishg'oliyatdan keyin Sharqiy Turkistonda ijro qilingan islom diniga va musulmonlarga qarshi vahshiyona siyosatlari va irqiy qirg'inchilik jinoyati sonliq ma'lumotlar bilan isbot berilgan.